assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Falon aka yaxshimisiz? Yorqin Mirzo aka yaxshisizmi? Yonimga jo'rman, Said yaxshimi? Xush Baxay kelibsiz shirkatga. Sizmi Yorqin Mirzo? Bizlar shirkatimiz Yorqin Mirzo. Xo'p. O'ltiring. Yaxshi. Xush kelibsiz. Shor suv o'xshaydi, raqamim shu dabazani bayjozangiz gide javob berayim. Mush chopolib kiyib keldim, suv qochmoqda. Siz o'ltiring. Mehribon o'tiring. Yaxshisizmi? Sog'siz, baxay. Yonimga jo'rman, Joningiz Said yaxshimi? salomat. Shukr, baxay bo'ling. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Falon aka, biz sizga nima xizmat qilib bilamiz? Xayr ko'ring, Yorqin Mirzo aka. Meni otim Salomat polvon deydi. Men shu Tolqonli bir qishlog'idan kelganman, chatda uzoq joydan. Xo'p. Men necha kundan beri ko'p jigarxon edim. Men telefonga sab internetlar ish bermaydicha edi. Shu yerga jigarxon bo'lib o'tirganda masofim qarab bir hamdolim keldi, aytdi xayrligimang dedi. Aytdim, "Rabbi, men simkorlar sab ish bermaydi internetda." Aytdi, "Sabrayverma, men yo'lini bilaman" dedi. Men ko'rsat menga yo'l nima deb. Aytdi, "Tolqonga bor" dedi. Nima dedi? Chamanda orqasiga bedar Yorqin Mirzo degan bir nima bor dedi. Wi-Fi bor ekan internet dedi. Shuga bor bedar hamma mushkullarni hal qiladi dedi. Shu bedar oldiga choy qoldi, shoshib surdim, chovib keldim men shu yerga. Siz oldingizga keldim baxada. Boshqa oromsizmi inshaalloh? Sog' salomat bo'ling. Xush kelibsiz Falon aka. Men Fahim Elsivar mudir mas'uli Yorqin Mirzo viloyat Taxorman. Bizlar 9 viloyatga faoliyatimiz bor Falon aka. Faryobdan shuru to Badaxshongacha, Badaxshondan shuru to Bag'longacha 9 viloyatga ulus ollilari bilan har yerga sizga internet kerak bo'lsa, Yorqin Mirzo sizni xizmatingizga. Xayr ko'ring baxudo. Xo'p, buni menga bir o'rgatib bering. To'xtab turing, ko'p kechirasiz. Buni men qanday qilib maqbula men telefonga qo'yib berasizmi? Meni bir do'stim ekan Hamduvol bar Eronga. Ana shuni men bir ikki vaqtdan beri gaplashadigan yo'q, ko'p sog'inib ketdim. Ko'p yaxshi ko'raman. Ana shuni menga shu telefonga to'ldirib berasiz, qo'yib berasiz. Men qanday qilib maqlaysiz? Menga ayting, men shuni nima qilay shu bedar men shuni bir gapirshay.